Yevropa Chempionlar Ligasida Real Madrid Monakoni yanchib tashladi. Bu shunchaki yirik hisobdagi bitta o'yindagi g'alabami yoki Arbeloa? Nihoyat Real Madrid muammolariga javob topdimi? Mbappe Ronaldo natijasini takrorladi. Bu nimani anglatadi? O'yindan keyin Real Madrid tomonidan bildirilgan kamtarona fikrlar barcha futbol muxlislarini shokka tushirdi. Barchaga assalomu alaykum. Tezkor xabar kanali siz bilan. Bugungi dasturimizda Real Madrid Monaco 6-1 hisobidagi o'yinni tahlil qilamiz va ushbu o'yindan keyin bildirilgan eng qiziq fikrlar bilan tanishtiramiz. Do'stlar, siz ushbu videomiz orqali bemalol o'yinda urilgan gollarni tomosha qilishingiz mumkin. Men esa o'yinga oid qiziqarli faktlar va ma'lumotlarni, tahlilni sizga yetkazaman. Mayli, uzoq cho'zmay boshladik. O'yinning boshlanishi. Dastlabki daqiqalardanoq Real Madrid o'yinni nazorat qila boshladi. To'p bilan ishonchli harakatlandi. Paslardagi aniqlik va pressingdagi intizom yuqori darajada bo'ldi. Ochiqni aytganda bu Real Madrid so'nggi o'yinlari kabi maqsadsiz ko'rinmadi. Bu safar maydonda aniq reja borligi ko'rindi. Albatta bu uchun Real muxlislari xursand bo'lsa arziydi. Monaco past blokda qarshi hujumga umid qildi. Ammo Real o'yin tezligini o'zi belgilab berdi. Erta gol bu tasodif bo'lmadi. Bu bosim va o'ta kuchli pressing samarasi edi. Bu o'yinda hamma futbolchi a'lo darajada pressing qildi. Qolaversa Mbappe oddiy futbolchi emasligini yana bir bor eslatdi. U o'yin davomida haqiqiy lider edi. Uni faqat gol urdi, balki jamoani ruhan oldinga yetakladi. O'zini pressinglarda ishtirok etganligini ko'rdik. Har bir ochilish, har bir zarba ta'rifga tilojiz. Bu o'yinda Kylian, men shu klubning hali ham asosiy figurasiman, lideriman. Murabbiy o'zgarishidan qat'iy nazar degandek harakatlandi. Bu yaxshi yoki yomon? Bu borada fikringizni izohga yozing. U qayd etgan natijalar yana bir bor shuni ko'rsatdiki, katta sahna katta futbolchilar uchun. Vinicius va hujumning erkinligi. Vinicius bu o'yinda faqatgina dribling bilan cheklanmadi. Qaror qabul qilish bilan ham ajralib turdi. Albatta oldingi bahslarda u juda ko'p tanqid qilingandi, lekin Monaco bilan o'yinda u ancha yetuk futbolchi ekanligini yana bir bor isbotladi. To'g'ri pas, to'g'ri vaqt, to'g'ri qaror. Bu futbolchini tanqid qiladigan muxlislar va jurnalistlar ko'pligini bilaman. Kim nima desa desin, u ochig'ini aytaman. Real Madridning hujumi aynan shu futbolchi sabab samarali ishladi. Nima o'zgardi? Arbeloa ta'siri. Eng muhim savol, nega aynan shu o'yinda Real Madrid boshqacha ko'rindi? Javob bitta, tartib. Himoya chizig'i bir-biriga yaqin. O'rta chiziq bo'sh qolmadi. Hujum esa erkinlik oldi, lekin mas'uliyatsiz emasdi. Bu o'yinda murabbiy qo'li ko'rindi. Bu bahsni sinov deb bo'lmaydi. Garchi shu Monaco Man City bilan 2-2 hisobida durang o'ynagan bo'lsa-da, bugun Man Cityni mag'lub etgan raqibini aynan Monaco mag'lub qilgan bo'lsa ham, bu o'yinni shunchaki Arbeloa sinovlarga tayyor ekanligini ko'rsatdi deb baholaymiz. Aslida Real Madrid 8 talik bilan chiqadimi, 16 talik bilan chiqadimi, Chempionlar Ligasidagi ishtirokini, play-off ishtirokini hal qilib bo'lgandi. Menimcha bu o'yin Arbeloa uchun g'alaba shunchaki 3 ochkolik emas, balki futbolchilarni unga nisbatan ishonchi uchun muhimroq edi. Mana shu sabablarga ko'ra Real Madrid boshqacha futbol namoyish etdi. Monaco nima qila oldi? Adolat uchun aytish kerak, Monaco umuman kurashsiz taslim bo'lmadi. Ular qarshi hujumlarda imkoniyat izladi. Ayniqsa o'yinni boshini yomon boshlashmadi. Courtois'ning darvozasini to'sinini nishonga olishdi. Courtois'ning o'zi bir necha bor seyflar amalga oshirdi. Agar o'sha vaziyatlar gol bo'lganida balki boshqacha o'yin bo'lishi ham mumkin edi. Ochig'i insonni rahmi ham keladi. 6-1 katta hisob. Ular noto'g'ri vaqtda, noto'g'ri joyda bo'lib qolishdi xolos. Sababi Real Madrid shu safar xatoga yo'l qo'ymadi. Ularni xatoga yo'l qo'yishga imkoni ham yo'q edi. Himoya sovuqqon, darvozabon ishonchli, pressing esa uzluksiz edi. Monaconing yagona goli o'yinni umumiy manzarasini o'zgartirmadi. Real Madrid bu kecha hisobdagidek ustun edi. Bu bitta o'yinlik natijami? Albatta barchada eng muhim savol ham aynan shu. Biroq javob shunday. Chempionlar Ligasida bitta o'yin hamma narsani hal qilmaydi, lekin ba'zan bitta o'yin yo'nalishni o'zgartiradi. Faktlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu bahs Real Madrid uchun ishonch qaytganligini, yetakchilar mas'uliyatni olganligini, murabbiyga ishonish paydo bo'lganligini ko'rsatdi.
Ammo haqiqiy xulosa keyingi o'yinlardan keyin ma'lum bo'ladi. Katta janglar ko'proq narsani ochib beradi deb hisoblayman. Real Madrid qaytdimi? Bu savolga hozir aniq ha yoki yo'q deb javob berish juda ham qiyin. Biroq bitta narsa ravshan. Bu Real Madrid so'nggi haftalardagidan ancha kuchliroq, ancha tajribaliroq va ancha ishonchliroq. Agar shu yo'nalishda davom etsa, Chempionlar Ligasida yana jiddiy kuchga aylanishi mumkin. Yakuniy xulosa: Real Madrid Monako ustidan haqli g'alaba qozondi. Real Madrid muxlislarini katta g'alaba bilan tabriklayman. Tanqidlarga, savollarga, shubhalarga va eng muhimi o'zlariga javob berishdi. Bu o'yin Arbeloa davrining boshlanish nuqtasi bo'lishi mumkin. Buni oldinda vaqt ko'rsatadi. O'yinning Zematch futbolchi mukofotini 2 gol urgan Kylian Mbappe emas, Vinicius Junior qo'lga kiritdi. Mbappe albatta bunga reaksiya bildirdi. Vinini MVP'ni olganligi bilan tabrikladi. Opta Sport xabariga ko'ra, Kylian Mbappe joriy mavsumda Yevropa Chempionlar Ligasida 11 gol urdi. Bu musobaqaning guruh bosqichi yoki umumiy bosqichda qatnashgan barcha futbolchilar orasidagi eng yaxshi natija hisoblanadi. Xuddi shunday ko'rsatkichni Cristiano Ronaldo 2015-16-yilgi mavsumda qayd etgan. Qizig'i o'shanda guruh o'yinlari 6 o'yinli formatda edi, hozir esa 8 ta o'yinli formatdan iborat. Viniciusning o'zi esa muxlislarga murojaat qildi. Vini endi uni hushtakbozlik bilan qarshi olmasdan qo'llab-quvvatlashlarini iltimos qildi. Biroq o'yindan keyin Arbeloa bergan kamtarona intervyu juda ko'pchilikni shokka tushirdi. Juda aqlli intervyu beribdi. Tinglang. Yaxshi o'yin bo'ldi deb hisoblayman. O'z maydonimizda va muxlislarimiz qo'llab-quvvatlashi ostida futbolchilar chiqishidan rohat oldi. Sifatli gollar urishdi. Biz aynan shuni ko'rishni xohlaymiz. G'alabani futbolchilar qo'lga kiritdi. 6-1 bu ularning mehnati va o'yin darajasi. Yangi murabbiyning hissasi emas. Men so'ragan narsalarni ular tezda tushunib bajarishdi. Ularning munosabati va mentaliteti menga yoqdi. Bu haqiqiy Real Madrid. Bunday kayfiyat har doim madridistga yoqadi, deydi Arbeloa. Do'stlar, ushbu murabbiy haqida siz qanday fikrdasiz? Sizningcha u Chempionlar Ligasini qaysi bosqichigacha bora oladi yoki umuman yutadi deb o'ylaysizmi? Bu borada fikringizni izohga yozing. Do'stlar, shu formatda Yevropa Chempionlar Ligasini o'yinlarini tahlil qilib borishimni xohlasangiz, videoga like tugmasini bosing, kanalga obuna bo'lib qo'ying, shunda bizni yo'qotmaysiz. Kelgusi dasturda yaxshi kayfiyat ila ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.